Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensiyada bo'lgan har bir oila bilishi shart bo'lgan juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensionerlar uchun yangi cheklovlar, tekshiruvlar va hujjat talablari haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, pensiya vaqtincha to'xtashi, ortiqcha to'langan pul qaytarib olinishi yoki ayrim imtiyozlardan foydalanishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin uni doimiy va avtomatik to'lanadigan pul deb qabul qilardi. Ya'ni bir marta hujjat topshiriladi. Pensiya belgilanadi. Keyin har oy karta yoki pochta orqali pul kelaveradi deb o'ylashardi. Amalda ham ko'p yillar davomida odamlar shunday yashab kelgan. Ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida qo'lda almashgan. Ba'zi holatlar kech aniqlangan. Pensioner boshqa joyga ko'chsa, chet elga uzoq muddatga chiqsa, ishlashni boshlasa yoki oilaviy holatda o'zgarish bo'lsa, bu ma'lumot pensiya organlariga darhol yetib bormagan. Endi esa vaziyat o'zgarmoqda. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda, elektron bazalar bog'lanmoqda, bank kartalari, yashash manzili, mehnat faoliyati, chet elga chiqish, vafot etganlik, nogironlik muddati, vasiylik va boshqa ma'lumotlar tezroq tekshirilmoqda. Bu bir tomondan tartibni kuchaytiradi, noqonuniy to'lovlarning oldini oladi. Ikkinchi tomondan oddiy pensioner uchun yangi mas'uliyat paydo bo'ladi. Hujjatlar to'g'ri bo'lishi, ma'lumotlar yangilanishi, bank kartasi faol bo'lishi, yashash manzili va shaxsiy ma'lumotlar mos kelishi kerak. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hamma pensionerlarning pensiyasi keskin to'xtatiladi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar albatta hushyor bo'lishi kerak. Ayniqsa chet elda uzoq yurganlar, boshqa hududga ko'chganlar, vaqtida hujjat yangilamaganlar, nogironlik muddat tugagan bo'lsa-da qayta ko'rikdan o'tmaganlar. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar, ishlayotgan pensionerlar va bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lganlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Birinchi cheklov yoki qat'iy talab shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq. Pensioner tirikligi, yashash joyi, shaxsiy ma'lumotlari va pensiyani haqiqatan o'zi olayotgani tasdiqlanishi kerak. Masalan, bir otaxon pensiyani plastik kartada oladi, lekin karta o'g'lining qo'lida. O'g'li har oy pulni yechib beradi. Agar hammasi oilaviy kelishuv asosida bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensionerning o'zi bank operatsiyalaridan bexabar bo'lsa, karta orqali shubhali pul aylanishi bo'lsa yoki pensioner uzoq vaqt ko'rinmasa, tekshiruv paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Pensiya kartasi pensionerning o'z nomida bo'lsin. PIN kod begonalarga berilmasin. Agar farzand yordam berayotgan bo'lsa ham, buni pensioner bilib tursin. Ikkinchi muhim masala yashash manzili. Avvallari odam Toshkent viloyatida ro'yxatda turib, Farg'onada yashashi, pensiyani esa karta orqali olish oddiy holati bo'lib tuyulardi. Endi elektron bazalarda manzil masalasi ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar, ijtimoiy yordam, kompensatsiya va imtiyozlar hududga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner tog'li hududda yashagani uchun qo'shimcha koeffitsient yoki mahalliy yordam olayotgan bo'lsa, lekin amalda boshqa shaharda yashayotgan bo'lsa, bu tekshiruvga sabab bo'ladi. Natijada ortiqcha to'langan pul qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchi masala ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq. Ko'plab pensionerlar nafaqaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu yomon emas, aksincha, tajribali odamlar iqtisodiyotga foyda keltiradi. Lekin ishga kirish, mehnat shartnomasi, daromad, soliq va ijtimoiy to'lovlar elektron tizimda ko'rinadi. Agar pensioner ma'lum bir turdagi qo'shimcha nafaqa yoki ehtiyojmandlik asosidagi yordam olayotgan bo'lsa, uning ish haqi bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, 38 yoshli ayol asosiy pensiya oladi va qo'shimcha ravishda kam ta'minlanganlik bo'yicha mahalladan yordam oladi. Keyin u xususiy bog'chaga qorovul bo'lib ishga kiradi va oyiga 2 million so'm maosh oladi. Pensiyaning o'zi to'xtamasligi mumkin, lekin ehtiyojmandlik mezoniga bog'liq yordam qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. 4-masala nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilarga tegishli. Agar nogironlik muddasiz belgilangan bo'lsa, vaziyat bir xil. Lekin nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish zarur.
Masalan, bir kishi ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha 12 oy muddatga pensiya olayotgan bo'lsa, muddati tugashidan oldin tegishli tibbiy komissiyadan o'tish kerak. Agar u hali vaqt bor deb yuraversa, tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjat tiklangach, ba'zi holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi, lekin odam 1-2 oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Shu sababli nogironlik hujjatining amal qilish muddatini telefoningizga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ham eslatib qo'ying. 5-masala o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi pensiyada oiladagi holat o'zgarishi juda muhim. Masalan, bola 18 yoshga to'ladi. O'qishni davom ettirsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar u o'qishga kirmasa yoki sirtqi ta'limga o'tsa, ayrim to'lovlarga huquq o'zgarishi mumkin. Yoki beva ayol o'quvchisini yo'qotganlik asosida ma'lum imtiyoz olayotgan bo'lsa. Oilaviy holati o'zgarganda bu ma'lumot ham tizimda aks etishi kerak. Ko'pchilik shu joyda xato qiladi. Menga bir marta tayinlangan, endi doim olaman deb o'ylaydi. Aslida bu pensiya turi shartlariga bog'liq. 6-masala chet elga chiqish. Men bu masalada vahima qilmaslikni, lekin e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Pensioner qisqa muddatga davolanish, mehmonchilik yoki ziyoratga chiqsa, bu odatda alohida muammo emas. Lekin uzoq muddat chet elda yashash, boshqa davlatdan doimiy yashash ruxsatini olish, manzilni o'zgartirish yoki pensiyani boshqa odam orqali muntazam yetirish savollar tug'dirishi mumkin. Masalan, bir pensioner 9 oy Rossiyada farzandlari yonida yashaydi. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartasiga tushib turadi. Agar bank kartasidan har oy boshqa odam pul yetsa, pensionerning o'zi esa mamlakatda bo'lmasa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu pensiya albatta bekor bo'ladi degani emas, lekin hujjatlar va qonuniy tartib aniq bo'lishi kerak. 7-masala ortiqcha to'langan pullarni qaytarish. Bu juda og'riqli mavzu. Agar pensiya yoki qo'shimcha to'lov noto'g'ri ma'lumot asosida to'langan bo'lsa, keyin bu aniqlansa, davlat organi ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Misol uchun, bir pensionerga har oy 500 ming so'm qo'shimcha to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsin. Bu xato 10 oy davom etsa 5 million so'm ortiqcha to'lov paydo bo'ladi. Pensioner aybdor bo'lmasa ham qayta hisob kitob masalasi ko'tarilishi mumkin. Shu sababli har oy tushayotgan pulni kuzating. Birdaniga odatdagidan ancha ko'p summa tushsa, xudo berdi deb ishlatib yubormang, avval sababini aniqlang. Men buni aniq ajratib beraman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha shartli yordamlar olmayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga hojat yo'q. Siz faqat hujjatlaringizni tartibda saqlashingiz, bank kartangiz muddati tugashini kuzatishingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarsa, tegishli idoralarga xabar berishingiz kerak. Lekin agar sizda quyidagi holatlardan biri bo'lsa, albatta tekshirib qo'ying. Birinchisi, nogironlik muddati tugash arafasida. Ikkinchisi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand yoshi yoki o'qish shakli o'zgargan. Uchinchisi, chet elda uzoq muddat yashayapsiz. To'rtinchisi, pensiya kartangizni boshqa odam ishlatyapti. Beshinchisi, siz boshqa ko'chib ketgansiz, lekin ro'yxat eski joyda qolgan. Oltinchisi, siz qo'shimcha ijtimoiy yordam olayapsiz va oilaviy daromadingiz o'zgargan. Yettinchisi, ism, familiya, pasport, nikoh, vafot, vasiylik kabi hujjatlarda o'zgarish bo'lgan. Hayotiy misol keltiraman. 7 yoshli onaxon har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U qizi bilan boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Lekin ro'yxati eski uyda qolgan. Eski uy sotilgan, yangi egalar kelgan. Mahalla ro'yxatida onaxon hali ham eski manzilda ko'rinadi. Bir kun ijtimoiy yordam bo'yicha tekshiruv bo'lganda, bu odam bu yerda yashamaydi degan ma'lumot chiqadi. Natijada hujjatlari chalkashlik paydo bo'ladi. Asosiy pensiya to'xtamasligi mumkin, lekin qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki mahalliy imtiyozlar bo'yicha savollar tug'iladi. Bunday vaziyatni oldini olish uchun ko'chganingizdan keyin manzilni rasmiylashtiring. Yana bir misol. O'g'indoqlar yoshli yigit otasidan ayrilgani uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollejdan keyin universitetga kirdi. Lekin sirtqi ta'limga. Oilasi esa avvalgidek pul kelaveradi deb o'yladi. Keyin tekshiruvda o'qish shakli mos kelmasligi yoki hujjat vaqtida topshirilmagani aniqlansa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda muammo yigitning o'qishida emas,
huquq beruvchi shartlarda. Shuning uchun o'qish ma'lumotnomasini har yili yangilash, ta'lim shaklini aniq ko'rsatish muhim. Yana bir vaziyat, 65 yoshli erkak pensiyaga chiqqan. Lekin kichik firmada maslahatchi bo'lib ishlaydi. U oyga 3 million so'm oladi. Asosiy yoshga doir pensiya uchun bu odatda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin u bir vaqtning o'zida ehtiyojmand oila sifatida kommunal yordam olayotgan bo'lsa, uning ish haqi oilaviy daromad hisobiga qo'shiladi. Shunda yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. Demak, hamma cheklov pensiyaning o'ziga emas, ba'zan pensiyaga qo'shimcha beriladigan imtiyoz va yordamga taalluqli bo'ladi. Eng katta tuzoq shuki, odamlar pensiya deganda barcha to'lovlarni bitta narsa deb o'ylaydi. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa, kompensatsiya, mahalla yordami, kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz, dori-darmon yordami, parvarish puli kabi turli to'lovlar bo'lishi mumkin. Har birining sharti boshqa. Bitta to'lovga huquqingiz saqlansa ham, boshqa yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ishlayapti, pensiyasi to'xtamadi. Demak, menga ham hech narsa bo'lmaydi deb xulosa qilish noto'g'ri. Ikkinchi noziklik bank kartasi bilan bog'liq. Kartaning muddati tugasa, hisob bloklansa, bank ma'lumotlari o'zgarsa yoki karta yo'qolsa. Pensiya tizimida to'lov bor, lekin siz pulni ola olmay qolishingiz mumkin. Ba'zi pensionerlar pensiyam to'xtadi deb vahima qiladi, aslida bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Karta muddati odatda o'l tomonida oy va yil bilan yoziladi. Masalan, 1625 yozilgan bo'lsa, 2025 yil iyun oygacha amal qiladi. Muddat yaqinlashsa bankka oldindan boring. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. Yangi karta ochtiring. Pensiya tushadigan hisob o'zgarsa, bu ma'lumot pensiya organiga yetganini tekshiring. Uchinchi noziklik ishonchnoma orqali pul olish. Agar pensioner o'zi yura olmasa, farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma orqali pul olishi mumkin. Bu qonuniy yo'l. Lekin ishonchnomaning muddati, shakli va notarial tartibi to'g'ri bo'lishi kerak. Oddiy onam ruxsat bergan degan gap bank yoki davlat organi uchun yetarli emas. Agar pensioner yotoqda bo'lsa, notariusni uyga chaqirish, tibbiy ma'lumotnoma tayyorlash, qonuniy vakillikni rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Bu ishlarni vaqtida qilmasangiz, pulni olish jarayoni cho'zilib ketadi. 4-chi noziklik qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Afsuski, amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensionerning kartasi bir farzandida. Pensioner boshqa farzandi bilan yashaydi. Keyin pul bo'yicha nizo chiqadi. Yoki pensionerning o'zi pulni kim olayotganini bilmaydi. Bunday vaziyatda bank operatsiyalari, ishonchnoma va pensionerning roziligi muhim bo'ladi. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Imkon qadar kartangizni o'zingiz nazorat qiling. Agar yordam kerak bo'lsa, faqat ishonchli odamga va rasmiy tartibda topshiring. Farzandlarga esa aytaman. Onangizning pensiyasi ularning shaxsiy puli. Uni oila ehtiyoji uchun ishlatishdan oldin rozilik va hurmat bo'lishi shart. 5-chi noziklik hujjatlaridagi kichik xatolar. Ismda bitta harf farq qilishi. Tug'ilgan sana noto'g'ri yozilishi, eski pasport ma'lumotlari qolib ketishi, nikohdan keyin familiya o'zgargani ba'zida aks etmasligi muammo keltirishi mumkin. Masalan, pasportda Qodirova yozilgan, bankda Kadrova bo'lib qolgan. Pensiya hujjatida esa eski familiya turibdi. Avval bu e'tibordan chetda qolishi mumkin edi, lekin bazalar solishtirilganda mos kelmaslik chiqadi. Shuning uchun hujjatlaringizni birma-bir solishtiring. ID karta, bank shartnomasi, pensiya hujjati, yashash manzili, telefon raqam, 6-chi noziklik ortiqcha to'lovni bilib turib olish. Agar pensioner yoki uning qarindoshlari to'lovga huquq yo'qligini bilsa-yu, baribir pulni olishda davom etsa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola o'qishni tashlagan, lekin oila bu haqda xabar bermagan, pul kelishda davom etgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'lovni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun ma'lumot o'zgarsa yashirmang. Vaqtida xabar berish ko'pincha muammoni yengillashtiradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Avvalo, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya va tug'ilgan sana boshqa hujjatlar bilan mosmi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Telefon raqamingiz yangimi? Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, bank va pensiya organida yangi ma'lumot aks etganini tekshiring.
Ko'pchilik pasportni yangilaydi, lekin bankdagi eski ma'lumot qoladi. Keyin karta operatsiyasida muammo chiqadi. Keyin bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Kartadan kim foydalandi? Pin kod kimda? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, qonuniy vakillik yoki ishonchnoma masalasini hal qiling. Hech qachon kartani begona odamga bermang. Men sizga pulni yechib beraman degan har qanday odamga ishonib ketmang. 3-qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Qo'shimcha yordam bormi? Har bir to'lovning shartini yozib oling. Agar tushunmasangiz, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring. Menga qaysi asosda to'lov tayinlangan, qaysi holatda qayta ko'rib chiqiladi deb so'rang. Bu savolni berish uyat emas. Aksincha o'z huquqingizni bilish kerak. 4-qadam, o'zgarishlar haqida vaqtida xabar bering. Ko'chib o'tdingizmi? Ishga kirdingizmi? Nogironlik muddati tugayaptimi? Bola o'qish shaklini o'zgartirdimi? Chet elga uzoq muddatga chiqyapsizmi? Bank hisobingiz o'zgardimi? Bularni yashirmang. Tegishli idoraga murojaat qiling va yozma yoki elektron tarzda ma'lumot qoldiring. Men doim aytaman. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmasligi mumkin. Ariza topshirsangiz, nusxasini, ro'yxatdan o'tgan raqamini yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank rekvizitlari, tibbiy komissiya xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha hujjatlar bo'lsin. Har bir hujjatning amal qilish muddatini alohida yozib qo'ying. Uyda farzandlaringizga bu papka qayerda turishini ayting. 6-qadam, agar pensiya to'xtasa, darhol sababini aniqlang. Birinchi kuniyoq bankka qo'ng'iroq qiling yoki boring. Karta faolmi, pul tushganmi, hisob bloklanmaganmi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. To'lov nima sababdan kechikdi yoki to'xtadi? Kutaylik. Balki kelar deb bir necha oy yurish noto'g'ri. Har bir kechikkan oy keyingi hisob kitobni murakkablashtiradi. Murojaat qilganda ariza yozing. Pensiya to'lovimning to'xtash yoki kechikish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam, agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, darhol hammasiga rozi bo'lib imzo qo'yavermang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi asosda, qancha summa ortiqcha hisoblanganini yozma ko'rsatsin. Agar xatolik sizning aybingizsiz bo'lgan deb hisoblasangiz. Tushuntirish yozing. Hujjatlarni ilova qiling. Zarur bo'lsa huquqshunos yoki ijtimoiy himoya mutaxassisidan maslahat oling. Maqsad janjal qilish emas, hisob kitob adolatli bo'lishini ta'minlash. 8-qadam. Telefon va internet imkoniyatidan foydalaning. Bugun ko'plab ma'lumotlarni Davlat xizmatlari markazi, elektron portallar, bank ilovalari yoki kol markazlar orqali tekshirish mumkin. Lekin internetdan foydalanganda ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod, karta raqami, pin kod, pasport rasmi va bank parolini yubormang. Firibgarlar aynan pensionerlarni pensiyangiz oshiriladi, yangi yordam beriladi, kartangizni tasdiqlang degan gaplar bilan aldaydi. Davlat organi sizdan hech qachon kartangiz pin kodini so'ramaydi. 9-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar siz pensioner bo'lsangiz, farzandlaringizga qaysi to'lovni olayotganingizni, hujjatlaringiz qayerda ekanini, bank kartangiz qanday ishlashini tushuntirib qo'ying. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizni ayblamang, qo'rqitmang. Ularga yordam bering, hujjatlarini tekshiring. Bankka olib boring, pensiya bo'limida navbatda birga turing. Ko'p muammolar oddiy e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Men ekspert sifatida bu jarayonning ikki tomonini ko'raman. Bir tomondan davlat budjeti mablag'i nazorat qilinishi kerak. Vafot etgan odam nomiga pul tushib turishi, huquqi tugagan shaxsga to'lov davom etishi, noto'g'ri hujjat bilan yordam olinishi adolatsizlik. Chunki bu mablag' aslida haqiqatdan yordamga muhtoj insonlarga yetib borishi kerak. Ikkinchi tomondan tizim kuchayganda oddiy odam qiynalib qolmasligi kerak. Pensionerlar ko'pincha elektron tizimni yaxshi bilmaydi. Navbatda turishga sog'ligi yetmaydi. Hujjat tilini tushunmaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, cheklov deganda faqat jazoni emas, tartibni tushunish kerak. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ma'lumotlarni vaqtida yangilasangiz, o'z huquqingizni bilsangiz,
ko'pchilik muammoning oldini olasiz. Bu yerda eng muhim qoida shunday: pensiya huquq, lekin bu huquq hujjat va shartlar bilan tasdiqlanadi. Hujjatsiz, muddat o'tgan ma'lumot bilan, eski manzil bilan, noto'g'ri bank rekviziti bilan hatto haqli pulingizni olish ham qiyinlashadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bu qo'rquv emas, o'z manfaatini himoya qilishdir. Bugun men sizga pensionerlar uchun kuchayib borayotgan asosiy cheklov va talablarni tushuntirdim. Shaxsni tasdiqlash yashash manzili, bank kartasi, ishlash holati, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, chet elda uzoq bo'lish, qo'shimcha yordamlar va ortiqcha to'lovlarni qaytarish masalalari. Eng muhim tavsiyam shuki, hujjatlaringizni bugunoq tekshiring. Kartangiz muddati va pensiya turini aniqlang. O'zgarishlarni yashirmang. Har bir murojaatni yozma tasdiq bilan qoldiring. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechikkanmi? Qo'shimcha hujjat so'rashganmi yoki biror cheklovga duch kelganmisiz? Albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bunday mavzuda bir kun oldin bilgan odam bir oy muammodan qutulishi mumkin.